Markaziy Osiyo Italiya formatida sammit bo'lib o'tdi. Ta'kidlash kerakki, hozirgi tahlikali, notinch zamonda iqtisodiy zanjirlar davlatlar orasida uzilayotgan bir paytda albatta siyosiy va iqtisodiy sohada xalqaro maydonda muloqot olib borish juda dolzarb va O'zbekiston albatta ushbu muloqotni kengaytirish tarafdori. Markaziy Osiyo davlatlari hozir xalqaro hamjamiyat nigohida ham, ya'ni ham mavqe oshyapti. Bu juda yaxshi. Shu bilan birgalikda shunaqa sohalar borki, qanchalik bo'lmasa Markaziy Osiyo hududida hal qilib bo'lmaydi. Nafaqat mintaqa ichida, balkim mintaqalar aro hamkorlikni taqozo etadi. Bu borada albatta o'tkazilgan Markaziy Osiyo Italiya sammiti juda katta ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston tomonidan bildirilgan taklifga asosan terrorizm, ekstremizm, radikalizm, narkotrafik va noqonuniy migratsiya sohasidagi ishchi mexanizmlar, maxsus xizmatlar o'rtasida hamkorlikni amalga oshirish taklifi bildirildi. Bu juda muhim. Bu masalalar nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyoni, balkim Italiyani ham befarq qoldirmayapti. Ulardan ham shu masalalar mavjud va O'zbekiston tarafida shu bildirilgan fikr shu bo'ldiki, mashinasozlik, energetika, qishloq xo'jaligi sohasi, neft, gaz va charm poyabzal kabi sohalarda mana shu qo'shma loyihalarni amalga oshirish har tomonlama Markaziy Osiyo ham Italiya tarafga juda qulay bo'ladi va bu borada Italiyani davlat agentliklarini jalb qilib qo'shma loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Albatta bu o'ylaymanki juda katta natijaga olib keladi. Markaziy Osiyo Italiya ishbilarmon klubini tuzish taklifi bildirildi. Albatta o'sha aytgandek, bu nimaga xizmat qiladi? Investitsiya va tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirishda tadbirkorlar bir-birlariga yaqinlashtirish kerak. Mana shu sammitda Xivada kreativ iqtisodiyot va madaniy almashuv forumini o'tkazish taklifi bildirildi. Albatta bu bizning yoshlarni bir-biriga yaqinlashtirish, iqtisodiy yangi texnologiyalar, o'zaro tajriba almashuvni yo'lga qo'yish, ushbu sohadagi hamkorlikni amalga oshirish borasida yangi plashatka sifatida amalga oshirilsa, albatta bu yana ham bizning xalqlarimizni yaqinlashtiradi.